Meni ko'rib turgan barchaga assalomu alaykum deyman. Videoni boshlashdan oldin bir narsa aytmoqchiman. Bu oxirgi videom bo'ladi. Shu tema haqida, shu Gulirano Qosimova haqida boshqa video olmoqchi emasman. Lekin bugun bir videoga ko'zim tushib qoldi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovichga murojaatnomasini. Kelinglar shu murojaatnomani ko'raylik, keyin undan so'ng o'z fikrimni bildiraman. Assalomu alaykum hammaga. Ushbu murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga. Hurmatli Prezidentim, siz siyosat tepasiga kelganingizda eng birinchi amalga oshirgan ishlaringizdan biri ayollar haq-huquqlarini himoya qilish bo'ldi. Bu narsadan nafaqat men, butun O'zbekiston Respublikasining ayollari juda ham xursand bo'lgan deb o'ylayman. Lekin men bilan bog'liq masala mana bir necha oydan buyon internet tarmoqlarida keng yoritilib borilyapti. Endi ikki kishi javobgar bo'ldi bu masalada. Ya'ni o'sha topshiriq berganlar javobgar bo'ldi. Endi buni bajarganlarni javobgar qilish masalasi oldinga surilganda nimagadir internetda siz aytayotgan ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatini, ruhiy holati aks etgan holatlar keng tarqala boshladi. Ya'ni kimdir kelib, kimnidir urib zo'ravonlik ishlatilishiga qarshi bo'layotgan davlatda ruhiy holatda zo'ravonlik ishlatilyapti, ya'ni menga nisbatan. Buni quyidagicha izohlayman. Ya'ni o'sha 9 kishiga nisbatan endi sud ajrim chiqardi deganimdan keyin urushdan keyingi qahramonlar ko'paya boshladi. Bu haligi boshi dela bilan, sud bilan, hech nima bilan tanish bo'lmasdan turib paydo bo'lishyapti va bu o'z o'rnida menda juda ham katta shubha uyg'otyapti. Shubha uyg'otish bilan bir qatorda qaysidir kamchiligini yashirishga uringan yo'nalish undan ham kattaroq kamchiliklari mavjudligini yaqqol ko'rsatib qo'yayotganga o'xshaydi. Dastavval jirkanch holatda video internet tarmog'ida tarqatilindi. Hop, bu ham endi bir yaxshilikka. Uni qanday montaj qilinib, qanday kesilib, qaysi holatda, qaysi usulda tarqatishgan, mayli o'zlari bilishadi, lekin o'sha holatda ham o'zlarini aybini yaqqol ko'rsatib qo'yishganki, bir ayolga necha nafar erkak tashlanib ustidagi narsalarni ochishga harakat qilayotgan sahnalar yaqqol namoyon bo'lgan. Ya'ni bu o'z-o'zidan o'zlarini ayblarini o'zlari keng ommaga olib chiqib, mana biz qonun posbonlari qonunni shu tartibda oyoq osti qildik degan ma'noda o'z ayblarini ochib berishdi. Undan keyin internetga telefonda suhbat deb turib, nimani suhbati qo'yildi, matbuot kotibining suhbati qo'yildi. Xo'p, endi matbuot kotibi shunaqa debdi-da dedikda, bu ham yaxshi qabul qilinmagandan so'ng endi nimagadir undan keyin bitta advokat paydo bo'ldi. Men ichki ishlar tarafi emasman, Gulirano tarafi emasman dedi. Mana shu advokatimiz bu jicha yoshlik paytida tushgan rasmi nimaga kerak bo'lyapti bunaqangi spektakllar tushunmayman. Xullas shunaqa deb ushbu advokatimiz chiqdi, qaysidir moddalarga izoh berdi. Shu advokatimiz 206-moddani qayta o'qing. O'sha xizmat vakolatidan chekkaga chiqish, uni bandlari bor, tazyiq o'tkazish, boshqa. Xullas kalom, meni qaytish niyatim yo'q. Bularda internetda menga nisbatan bo'layotgan juda xunuk, katta tezlikda ketayotgan harakatlariga chek qo'yilishida sizdan yordam so'rayman. Zeroki men internetga faqat o'z haq-huquqlarimni himoya qilishini so'rab chiqqanman. Men chiqib olib endi domla bilan kurashish niyatim yo'q, yo bitta chiqib olgan yasama bir nima advokatlar bilan kurashish niyatim yo'q. Men o'zimni haqqimni, huquqimni talab qilib chiqyapman. Aynan o'sha internetdagi tarqatilgan jirkanch video yuzasidan olinsa ham haq-huquqimni so'rayman. Aynan men da'vogarlik qilayotgan holatlar yuzasidan ham haq-huquqimni so'rayman. Biz demokratik davlatda, o'sha qonun ustuvor davlatda yashayapmiz. Qonunlarga qo'yib turaylik. Tergov o'tkazilsin, sud o'tkazilsin,
aytdi yakuniy xulosalar, keyin bizni qo'limizdagi materiallar hammasi bilan tanishilsin. Undan keyin birorta fikr mulohaza yuritsak, o'rinli deb hisoblayman. Hurmatli Shavkat Miromonovich, o'zbekda bir ta'limi xodimi sifatida, o'zbekda bir ayoli sifatida butun dunyo nimaga bitta davlatda bitta ayolni tinimsiz chaynashyapti ekan deb hayron bo'layotgandir. Shu holatlarga siz befarq bo'lmaysiz degan umidda sizga murojaat qilyapman. Hurmatli prezidentim, yuqorida ayrim kar-ko'r rejimda yoqib olgan ayrim rahbarlarga bir nazorat qilishini so'raysizmi yoki o'zingiz nazoratga olasizmi? Sizdan iltimos, mana shu holatlar qonuniy hal bo'linishida sizdan yordam so'rayman. Bu narsadan men qaytish niyatim yo'q. Nima qilishgan taqdirda ham ruhiymi, u bosimmi, jismoniy bosimlarni ko'rdim. Jismoniy bosimlarni ko'rganim uchun men davlatdan yordam so'rab chiqdim internet orqali. Endi ruhiy bosimlar bo'lyapti. Endi ruhiy bosimlar ham ularni nazdida nimadir bir effekt beradi deb hisoblashsa kerak. Lekin oxirigacha kurashaman. Faqat shu masalada menga yordam bering. Men bitta o'zim 9 ta xodim, trollar, keyin bundaqa munosabat bildiradigan ayrim Shohrux G'iyosovga o'xshagan odamlar bilan kurashaymi yoki endi boshqa fokusni boshqa yoqqa qaratib olib, bu xodimlar qolib ketib, bular bilan kurashishni o'rniga endi domlalar bilan chiqqan odam bilan kurashaymi? Ular hattoki telefon qilsam o'zini gapini ham tan olgan. Ular bilan kurashmayman men. Xullas, shu masalada sizdan yordam so'rayman, hurmatli prezidentim. Qonun ustuvorligi ta'minlangan bu davlatda men qonuniy haq-huquqlarimni himoya qilib chiqqanimda, siz yuritayotgan ochiqlik siyosatiga qarshi bo'layotgan ayrim insonlarni, Kunuzda, Otabek Jo'rayevni, Sirojiddin medialarda ayblab chiqayotgan insonlarni ozgina ogohlantirish kerakmikan, sizni yuritayotgan siyosatingiz bilan yoki tanishtirish kerakmikan? Mana kuni kecha ham ochiqlik siyosatini qo'llashingiz bo'yicha gapirdingiz. Men nutqingizni eshitib juda ham xursand bo'ldim. Shu narsaga qarshi chiqishga urinayotganlar, qonuniy hal qilinishi so'ralgan narsani shar'iy nuqtai nazardan huquqiy baho berilayotgan holatlarga qandaydir oydinlik kiritilishi kerakmi? Shu masalada sizdan yordam so'rayman. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar. Salom. Mana videoni ko'rdik. Video davomida nima demoqchiman? Men ichki ishlar xodimini ham yoki shu Gulirani Qosimovani ham qoralab yoki oqlamoqchi emasman. Bu yerda qonun hal qilish kerak. Oldingi videomda ta'kidlab o'tganimdek, qonun doirasida ish ko'rishlarini xohlardim. Umid qilamanki, bu Gulirani Qosimovani ishi vazirlikka yetib boradi va vazirlik ko'rib chiqadi. Umid qilaman bu oxirgi videom bo'ladi. O'zi aslida qilish niyatim yo'q edi. Chunki bu tema уже aylanaverib butun O'zbekiston aholisi ko'rdi va butun SNG davlatlar ko'rdi. Nima deysan? Butun hattoki o'zbek auditoriyasi ikkiga bo'linib ketdi. Har bitta auditoriyada har bitta blogerni videolarga qarasangiz, kamida 5 ta, bo'lmasa 10 ta video bor. 10 tadan video joylashtirilgan. Faqat shu haqida. Hattoki Abror Muxtor Ali ham o'rtada qo'shilib o'tgan, o'rtada konflikt bo'lib, jang bo'lib o'tdi. Jang qaysi ma'noda aytmoqchiman? Og'zaki tortishuv, bahslashib o'tdi. O'zlariz ko'rdinglar. O'rtada Shuhrat Musayev ham qo'shildi. Unga ugroza ham bo'ldi. Nima demoqchiman? Xohlardim hammasi idealni bo'lishini. Aytadi-yu, семья без уродов не бывает, deydi-yu rus tilida. Shunday oramizda ham shunaqa odamlar topilar ekan, balkim haqiqatdan ham shu militsiya xodimlari, ichki ishlar xodimi aybdor bo'lsa, ular aybiga yarasha jazo olish kerak qonun oldida. Agar shu Gulirani Qosimova shantaj qilayotgan bo'lsa, yolg'on ko'rsatma berayotgan bo'lsa, balkim bu qonun oldida javob berish kerak. Umid qilamanki, bu ishlarni vazirlik ko'rib chiqadi. Yana bir bor aytaman. Bu video boshqa
tarqamasligiga umid qilaman va boshqa bu video haqida men umuman o'z fikrimni bildirmayman. O'z oxirgi fikrim bu. Bundan oldin 2 ta video qo'ygandim. Bu 3-inchisi bo'ladi. 3-chi video. Kelinglar. Undan ko'ra nima deydi? Birgalikda shu yechimi yo'q ishlarni yaxshilikcha nima deydi? Haqiqatni ko'rsatib, janjalsiz, urushsiz va qonunan hal qilib, qonun oldida kim haq, kim nohaqligini aniqlab ko'rsatishimiz xohlardim birgalikda. Yana nima demoqchiman, videoni tugatamiz. Hammaga xayr. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. O'z izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar.